1896-yil 27 avgust kuni tarixdagi eng qisqa urush boshlanadi. Bu urush atigi 38 daqiqa davom etgan. Voqea tarixga Angliya Zanzibar urushi nomi bilan kirgan. O'sha paytda Zanzibar hududi Britaniya ta'siri ostida edi. Britaniyaliklar u yerda o'zlariga qulay hukmdor bo'lishini xohlardi. 1896-yilda Zanzibar sultoni vafot etadi, ammo uning o'rniga Britaniya istamagan shahzoda Xalid bin Barghash hokimiyatni egallaydi. Britaniya bunga darhol qarshi chiqadi va ultimatum beradi: taxtni tark eting. Lekin Xalid rozi bo'lmaydi. Shundan keyin Britaniya harbiy kemalari saroyni qurshab oladi. 27 avgust kuni ertalab soat 9:02 da bombardimon boshlanadi. Britaniya tomonida zamonaviy harbiy kemalar, kuchli artilleriya va 1000 dan ortiq askar bor edi. Zanzibar tomonida esa taxminan 2800 askar va bir nechta eski qurollar mavjud edi. Urush boshlangach, Britaniya kemalari sulton saroyini kuchli o'qqa tutadi. Yog'ochdan qurilgan saroy qisqa vaqt ichida yonishni boshlaydi. Zanzibar floti ichidagi yagona harbiy kema ham bir necha daqiqada cho'ktirib yuboriladi. Eng dahshatlisi, urush juda tez tugaganiga qaramay, Zanzibar tomoni katta yo'qotish ko'radi. Taxminan 500 ga yaqin odam halok bo'lgan yoki yaralangan. Britaniya tomonida esa faqat bitta dengizchi yengil jarohat olgan. Soat 9:40 da Zanzibar bayrog'i tushiriladi va urush tugaydi. Jami davomiylik 38 daqiqa. Bu voqea bugungacha tarixdagi eng tez tugagan urush sifatida rekord bo'lib qolmoqda. Eng qiziq tomoni esa, urushdan keyin Xalid bin Barghash yashirincha Germaniya konsulligiga qochib kiradi va Britaniyadan yashirinib qoladi. Shu tariqa atiga yarim soatdan sal ko'proq davom etgan urush butun dunyo tarixiga kirgan.